Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 21 qism. Haqiqatning kuchimi va yoki kuchning haqiqatimi? Bir o'lchami yo'qning hech o'lchami yo'qdir. Shundaq bir o'lcham bo'lmasa, hech o'lcham bo'lmaydi. Bugun dunyoda haq va haqiqatning o'lcham tarozilarining tosh to'qmoqlari sungandir. Bugun dunyoda haqning kuchi emas, kuchning tili haq bo'lib so'zilmoqda. Kim kuchlik bo'lsa, shu haqliq sanalmoqda. Kafirlarga azaldan shundaq. Lekin men musulmon deganlarning bu xil o'lchamni tutqa qilishi to'limi ichinishliqdir. Aciz mazlumdan hammasi uzoq. Kuchlik pullarga amroq. Kambag'al kirsa qarabmi qo'ymaydiganlar, boylar kirsa avrishim kabi egilib ta'zim qilishidi. Xoshomatdan sho'lganlar eqib ketidi. Amaldarning ishkida so'ngik marg'an kuchuk kabi marab yurishidi. So'rsang sunniyman, hanafiy deyishidi. İmam Azamga o'zlarini nisbat berishidi. İmam Azamning o'z vaqtidagi xalifega agar sen Kubidagi masjidlarning sonini so'rasangmi, sana beradigan ma'lumotim yo'q degan maydonidan mashriqlarcha uzoqdir. Huquq amalning orqasida, mansab tamasida, yuz obro'y sharaf tamasida, yanlam odamni hukm qildirdigini pagah to'r tamasida. Boylar fatvo so'rasa darhol hozir javob. Kambag'allarga vaqti yo'q. Elning xizmati bilan jidetlar. Zakat berdiganlarga mastona, zakat oladiganlarga, muhtojlarga qarashqa aldirash vaqti yo'q. Va yoki qapoqlari turk. Kaçı bolsumu puldar sözü sun deyişidu. Milletning boylari hakavur, mo'llilari tamag'ur, ziyolilari pishni pasatxo'r bo'lsa, u millatni kim qutqazsin? Bir millat yoshlarining kuchi, g'ururi va vijdoni, mo'llilarning rabbani ilmiy tarbiyasi, ziyolilarning uzoqni ko'rar tafakkuri va idroki va boylarning fidokorona iqtisodiy orqali qutuludi emasmi?